Demek Universal bozor obunachi uchun yana bir yangi proyektimiz sotiladigan uy. Demek bu Gurlan tumani Qanli mahallasida joylashgan 2 etaj 200 metr kvadrat qurilishi 100 metr kvadratga joylashgan. Hozir kunda yurib turgan biznes do'koni bor. Shu yerda agarotlar bor. Obyektimizni bir manzilni tushuntirib o'tamiz. Demak, bu yo'l bu yoqqa Mollajon Oqqumga ketiladi. Bu yoqqa kelsangizlar Gurlan Mang'it yo'lidan vokzalning to'g'risida yo'ldan chiqiladi. Demak, hozir uyimizni ichini bir qator obzorini ko'rsatib o'tamiz. Yaxshilab e'tibor kuzatib boraverasizlar. Demak, do'konga kiraverishimizdan keyin chap qo'limizda bunday produktda oziq-ovqat do'koni bo'lib turibdi. O'ng qo'limizda kiyim-kechak shunday narsalar turibdi. Demak, bu xonamiz, birinchi xonamiz kirishimiz. Enini 920 bunday uzunligi bo'lsa 330 ni tashkil etadi. Demak, xonamizdan kirganimizdan keyin bizlarda enini 2 metr, uzunligi 520 bo'lgan koridor kutib oladi. Demak, koridordan o'ng qo'lda bir xonamiz joylashgan, bo'lmasa 520 ga 3 metr joylashgan. Chap qo'ldan yana shunday bir xonamiz bor. Hozir egalar yashab o'tiribdi bu yerda. Bu ham 520 ga 340 ni tashkil etadi. Demak, zinadan chiqqanimizdan keyin bizlarni shunday ayvoncha kutib oladi. Bu yerimizda konditsioner qo'yilgan, hamma oynamizda jalyuzi pardalar mavjud. To'shalgan joyimiz eshiklardan qo'yilgan yaxshisidan. Bu yerga 2 xona qaragan. Mana bu yerda ulug' zali bor, bu yerda yana bir xonasi bor. Hozir zalni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Demak, zalimiz katta yo'lga qaragan 3 oynasi mavjud bu yerda. Bu zalimiz ham tiy do'kon bo'lib turibdi. Shuning uchun bu ham o'lchami pasi ham bir xil 920 ga 330 ni tashkil etadi. Bosh tarafdan uglov joy bo'lgan joyda kirish qismi mavjud, ana shu garajda. Orqa tarafdan pajarni xotimiz mavjud bu yerda. Pajarni xotimiz yana bir 4 metr bor. Mana bu poya bosilib turgan joyning tiyinda baniyasi, oshxonasi hamma joylashgan, ularni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda agorod qismi mavjud, lekin hozir egalari bunday agorod qilib foydalanmay o'tiribdi. Siz ishlasangizlar ham bo'ladi buni. Demak, kuzatuvchilarimiz bu joyimizning bahosi 600 million so'm deb aytiladi. Ustida kelishadigan joylari bor. Bemalol kelib ko'raverasizlar. Agar do'kon ichidagi hozir dalmamiz to'lab olaman desangizlar, ichida produktlar, kiyim-kechak hammasini ham kelishtirib beradi. Bemalol kelib ko'raverasizlar. ESN nomerini telefonda qo'yamiz.